Assalomu alaykum. Azizlar, men O'zbekistonda kelganimga 2-3 kun bo'lib qoldi. Bozordan olib non yeymiz edi. Bozordan olgan nonimiz orasida tishlaganimda mana shunaqa narsalar chiqib qolyapti. Shunga o'xshagan narsalar chiqib qolyapti. Ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'lib olinglar nonlarni. E'tibor beringlar. Alloh asrasin, har qanaqa narsalar, har qanaqa insonlar bor. Non dorasiga ham nimalardir qo'yib, shunaqa qilib xalqni otravit qilib, zaharlab chiqarishyapti. Ehtiyot bo'linglar. Sog'liklaringga, salomatliklaringga, nima olib yetganlaringga e'tiborli bo'linglar. Tashqaridan kelgan, bozordan kelgan non bu.